Funksiyaning uzluksizligi. Dastlab funksiya uzluksizligining ta'rifini keltiramiz. f(x) funksiya a nuqtaning delta atrofida aniqlangan bo'lsin. Agar f(x) funksiyaning x barobar a nuqtadagi limiti mavjud bo'lib, ushbu limit qiymati f(x) funksiyaning a nuqtadagi qiymatiga teng bo'lsa, f(x) funksiya a nuqtada uzluksiz deyiladi. Chizmada x argument a soniga intilganda funksiyaning qiymati uning a nuqtadagi qiymatiga intilish jarayoni ko'rsatilgan. Umuman olganda x barobar a nuqtadagi funksiyaning limiti mavjud bo'lishi uchun uning shu nuqtadagi chap va o'ng limitlari mavjud bo'lishi kerak edi. Demak, funksiyamiz uzluksiz bo'lishi uchun boshqacharoq aytadigan bo'lsak, f(x) funksiyaning a nuqtadagi chap limiti va o'ng limitlari mavjud bir-biriga teng bo'lib, ular funksiyaning a nuqtadagi qiymatiga teng bo'lsa, f(x) funksiya a nuqtada uzluksiz bo'lar ekan. Bizga quyidagicha funksiya berilgan bo'lsin. Agar x 4 dan kichik bo'lsa, funksiya x plus 1 ga, agar x minus 4 dan katta yoki teng bo'lsa, x minus 4 kvadrat plus 3 ga teng bo'lsa, funksiyani x barobar 4 nuqtada uzluksizlikka tekshirishimiz kerak. Dastlab funksiya grafikini tasvirlab olamiz. Argument x 4 dan kichik qiymatlar qabul qilganda funksiya x plus 1 ga teng. Demak, bu x plus 1 funksiyaning grafiki. Argument x 4 dan katta yoki teng qiymat qabul qilganda funksiya x minus 4 ning kvadrati plus 3 ga teng. Bizga berilgan f(x) funksiya x barobar 4 nuqtada uzluksiz bo'lishi uchun uning 4 ga chapdan intilgandagi va o'ngdan intilgandagi limitlarining qiymatlari f(x) funksiyaning 4 nuqtadagi qiymatiga teng bo'lishi kerak edi. Ushbu holat bajariladimi? Buni tekshirib ko'ramiz. Demak, funksiya grafikimizga e'tibor beradigan bo'lsak, funksiyamiz argument x 4 ga chapdan intilganda funksiyaning qiymatlari 5 ga intilyapti. Argument x imiz 4 ga o'ngdan intilganda funksiyamizning qiymatlari 3 ga intilyapti. Demak, funksiyamizning o'ng va chap limitlari bir-biriga teng emas. Demak, funksiyamizning x barobar 4 nuqtadagi limiti mavjud emas. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, berilgan funksiya x barobar 4 nuqtada uzluksiz emas ekan.